Voy boshim, davleniya ham chiqyapti. Voy qornim ham og'rib ketyapti. Yo, opam nima dori ichuvdi? Aliyo opa, kasal bo'lganingiz nima dori ichuvdingiz? Aytib yuboring. Shuni ichib bir tuzalib qoling. Nimani ildizini qaynatib ichdim? Bo'ldi, o'shani topaman. Hozir ildizini topib keltiraman. A few moments later. Voy, o'lib qolaman deyapman. Voy, nima baloni ildizini ichib qo'ydim. Voy opa. Aynan mana shunday vaziyatlarda har kimdan emas, mutaxassisdan tavsiya olishingiz muhim. Amaki, yaxshimisiz? Menlar yaxshi ko'rib o'tiribsizmi? Shu ozgina shamollaganman. Qanaqa maslahat berasiz? Nima ichsam ekan? Shu desiz, xola, ozgina mazam yo'q. Keyin mazam yo'q, bir dori bering. Faqat bosh og'riq emasmi? Ko'pincha. Ko'pincha. Bo'ldi. Buga o'zi tushunmayman. Bo'ldi, rahmat. Shunaqa. Lekin hech qaysisi mendan nima so'raysiz? Boring shifokordan so'rang, demayapti. Shifokorga borsam baribir dori yozib beradi, o'zim olaman yoki shifokorga borsam ortiqcha rasxod qilaman deydi. Yo'q, bizda poliklinikada tekinga murojaat qilsa ko'rib beradi, birinchi yordam tekinga yordam beradi. Faqat o'shanga ham eringanlar bor, aptekaga chiqqanim yaxshidir. Eng yomoni hozirgi paytda mana internet tarmoqlaridan har xil tavsiyalar berib borishadi. U tavsiyalar faqat sog'lom insonlar uchun yoki oldini olish uchun, lekin bemorlar bir-biri bilan gaplashib, har xil dorilarni o'rganib o'zigacha ichayotishibdi. Bemorga doktorlik qilyapti. Eng yomon narsa shu, boshqa a'zo kasalliklar ko'payib boradi. Dorilar noto'g'ri ishlatish hisobiga. Chunki dori bitta joyga foydasi bo'lsa, ikkinchi joyga zarari bor-ku, uni shifokor inobatga olib yozadi. Bolani holatidan yoki bemor holatidan chiqib. Internet tarmoqlarida men o'zim ham yurityapman, ko'raman. Bitta savol, bemor ko'rmasdan turib tavsiya so'rashadi. Shunaqa insonlarga umumiy tavsiyam tekshiruvdan o'tkazing, faqatgina murojaat qilmang. U shifokorda kerak tekshiruvdan o'tkazib, keyin dorilarni olinglar. Asossiz dori qabul qilmanglar. Umuman dorisiz yashash mumkin. Agar sizga maslahat kerak bo'lsa, uni asl mutaxassis salomatligingiz jihatidan shifokordan so'rang. Boshqalardan emas. Qosh chiqaraman deb ko'z chiqarib turmang yana. Deymizda omon bo'ling, bizdan uzoqlashmang.